Mana Chariyeva Aybuzxon Surxondaryodan kelganlar. 4 yildan beri nablideniyamda turadilar. Kelganlarda u yoqda viruslarning soni juda ko'p bo'lgan, 1,600,000 ta edi. Hozirgi paytda bularda virus chiqmayapti. Kelganlarda umumiy ahvollari og'irroq bo'lgan, kuchli bosh og'riq bo'lgan, lanjli, behollik, qorinda damli, ich qotish bo'lgan. Hozirgi men muolajalardan keyin mana bugun уже ketishmoqchi uyga. Ahvollari yaxshi. Mana o'zlari gapirsalar. Men shu yerga 5 yildan beri Malika Ubayevaga qatnayman. Virus 1,600,000 ta soni edi, shundan nolga tushdi. Yaxshi, juda yaxshi qarashadi, sharoitlar yaxshi. Kelgan paytlarim boshim og'riydi, ichim damiydi, virus ko'p edi. Holsizlanib yurardim, charchash ko'p edi. Hozir yaxshi. Birinchi marta yotib chiqyapman. Shu yoqqacha lecheniya bilan davolanib yurdim. Mistralari yaxshi, juda vaqti bilan ukallarini urib, kecha kunduz xabarlashib yaxshi qarashadi.